hech qachon buvayda titan aqlli kachollarni buvayda titandan ola ko'rmanglar do'stlar. Aks holda juda ham katta pulga uxlab qolishlaringiz mumkin. Negaki buvayda titan aqlli kachollar $1000 dan boshlab $10,000 gacha bo'ladi do'stlar. Lekin shu aqlli kacholni oladigan bo'lsalaringiz, imенно shuni do'stlar, to'g'risi tekinga berib yuborishga arziydi, lekin akalarimiz buni pulga sotishyapti. Musurkasi O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor. 24/7 shu sovg'a qilishyapti do'stlar. Addushi shunday olsalar shundan ham foyda qilib qo'yadigan joy. Yarmi makulaturaga, yarmi keyin metallom-petallomga. Video davomida batafsil aqlli kachollarimiz xarakteristikasini aytib o'tamiz. Bitta hozir akaxonimiz ham charchamasdan aqlli kachollarimiz reklamasini olib boryapti do'stlar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil hozir akamizga xalaqit bermagan holda aqlli kachollar xarakteristikasini aytib o'tamiz do'stlar. To'g'risi tez gapirib yubordim. Endi nima deymiz? Kadr to'xtata olmaymiz. Xullas, aqlli kacholimiz kraskalash jarayoni do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Kraskasiga ham, motoriga ham, o'ziga ham qancha garantiya beriladi aka? Xudo xohlasa 1 yil garantiya beriladimi inshaalloh? Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerga hozir brendlarni, tovarni bitib odam bashara qilib chiroyli qilib qo'yishadi do'stlar. Akamiz uzr endi sal hijolat bo'lib videoga tushmayman, olmay qo'yavering deyapti. Like bosib, qo'rquvni yo'qotish shunday aka videoga chiqavering keyingi safar deb qo'yaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Rahmat. Xullas, buvayda titan kachollarimiz, aqlli kachollarimiz do'stlar, bu taraf xullas bu tarafga qo'yiladigan joyi, shtobi nima desam, issiq, sovuq taraf bo'ladi. Endi yaqa miltiq bilan shunday narsa otganlarda o'q-po'q tegib ketganda do'stlar, ana katyol teshib qo'ymasligi uchun do'stlar. Keyin bu buvayda titanni bu yerda ko'z degan taraf bor, kamera tarafi bor. Bu yerda qarab turadi do'stlar. Keyin bu yerda eshik tarafi do'stlar, buvayda titan deb qo'yibdi. Endi bu yerda ichimligimiz reklama qilgandan to'q yo'q. Reklama qilinib bo'lgan ichimliklardan biri do'stlar. Xullas, aqlli kacholimiz garantiyasi kraskasiga ham, motoriga ham, o'ziga ham inshaalloh 1 yil. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, ko'p ko'z bola, achkarik boladan nomeringizni oldim desalar, sraz skidka qilib, skidka deganda 24/7 100% inshaalloh nomerlaringizni ko'tarishadi. Motorlar zo'r, doda motorlardan biri do'stlar. Ranglari lekin seri motorda, o'zi lekin qop-qora do'stlar. Mana shunaqa zo'r, hali bo'yalmagan, hali yosh novcha qiz bola lista qilishadi do'stlar. Ular mana kraskalar jarayoni, akamiz hozir velosipedni minib ketyapti do'stlar. To'g'risi ming holatda kadrga tushib qoldi endi akaxonimiz ham uzr. Xullas do'stlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana hozir aqlli kacholimizni yarim tayyor holati, qo'llari do'stlar chugundan qilinadi, ya'ni ancha yillarga inshaalloh yetadi, garantiyasi bilan birga. Yarim tayyor holati. Bu yerda hozir knopka taraflari bo'ladi. To'g'risi notebook qo'yib ishlatsalaringiz ham bo'laveradigan joy do'stlar. Ekrandagi nomerlarga chiqsalaringiz aloqaga shunday tushuntirib qo'yishadi do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, keyin bu yerda mana yarim tayyor chara holatlari. Buvayda titanni qadriyatlaridan eng zo'r bitta narsasi do'stlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, aynan shu buvayda titanni konsultantlari yo boshlig'i siz telefoningizni ko'tarib, agar uyingizga, kvadraturangizga o'zlaridan kelib chiqqan holda aqlli kachol qilib bera olishmasa, sirazi oldindan aytishadi do'stlar. Shu qadriyati menga yoqdi do'stlar. Svarkachi akalarimiz oldiga to'g'risi bora olmayman. To'g'risi svarkadan qo'rqaman do'stlar. Ko'zimni nurlanib, ko'rishlarim o'tkir bo'lib ketishi mumkin. Svarchik akalarimizga like bosib, podpiska bosib, akajonlarim, sizlarni yaxshi ko'raman deb komment yozib qo'yingizlar. To'g'risi. Bu yerda yana aytmagan narsalar nima? Butun O'zbekiston bo'ylab vohaga ham Samarqand deysizmi, Buxoro deysizmi, Qirg'iziston deysizmi, Tojikiston deysizmi, inshaalloh maslahatlashib, chiroyli gaplashgan holda, chiroyli muomala qilsa hamma narsaning yechimi bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, garantiyasi bilan birga любой объемni 100 ta deysizlarmi, 100 mingta deysizlarmi, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin do'stlar. Bu yerda hozir velosipedimiz ham bor ekan. Velosipedimizni ham kayfiyatim yaxshi bo'lganiga sotib yuborayim deb turibman. Endi to'g'risi velosiped meniki emas do'stlar. Ustini chexol menimcha naturalniy qo'chqorni terisi, bunday ko'rinib turibdi. Qo'chqorni terisimi yo'qmi do'stlar? Video yoqayotgan bo'lsa dislike bosingizlar. Eng yomon ko'rgan do'stingizga shunday tashab qo'ying. Yaxshi ko'rgan do'stingizga tashlasangiz ham bari ko'rmaydi do'stlar. Bir kun tuftovoy to'lqi yo'q do'stlar. Mana hozir metallarimizdan bittasi. Metallarimiz shu aqlli kachollardan qilinadi. Aqlli kachollar shu metallarimizdan qilinadi. Buvayda titan aqlli kachollari, to'g'risi tez gapiryapman, hayajonlanganimdan do'stlar. Ming hayajondaman, to'g'risi video o'xshayotganiga birinchi marta inshaalloh men olayotgan videolar o'xshayapti. Hayajonsiz video olyapman do'stlar. Aqlli kachollarimiz hozir video davomida bildim, haqiqatan suvga ishlar ekan. Mana hozir akaxonimiz ham aqlli kacholimizni oxirlariga yetkazib qo'yapti do'stlar. Bu yerda hozir plus minus taraflari bor ekan. Aytdim, musurini tashab shunday hech kim ko'rmayapti deb tashaveryapti ekan. Ay chiqsa, keyin tozalayveraman deyapti. Kadrga tushib qo'ydi, ha mayli deyapti. Gap bo'lishi mumkin emas.
Xullas, bu buvayda titan aqlli kacholimizni hozir yarim tayyor emas holati. Bunda ham qaraydigan bo'lsam do'stlar, xullas mana knopkasi bunday bosib qo'yiladi. Notebook ham qo'yib ishlatsalar ham bo'ladi do'stlar. Shuni orqa tarafiga shunday ikkitalik shunday rezetka shunday tiqsalar shunday ishlab ketadigan joyi do'stlar. Adashmanglar, aqlli kachol suvga ishlaydi, pechka esa o'tin bilan ugilga ishlaydi. Ugil endi rus tilidan o'zbekchaga olganda ko'mir deyiladi. Endi biz o'zbekchadan ruschaga olib ugil deyapmiz do'stlar. To'g'risi, endi til kelishgancha xafa bo'lmaysizlar. Farosatli ko'k ko'z bola deb qo'yaverasizlar. Achkimga nechi do'stlar? 10 mi, 20 mi aytib qo'yaveringizlar. Bu mana 100% tayyor holati. Qo'llari chugunni qaytarib o'taman. Mana hozir birga bossam ishlab ketish kerak edi, lekin orqasidagi to'ki ikkitalik rezetkaga tiqilmagani uchun do'stlar, ikkitalik rezetkaga tiqqanlaringizdan keyin bunday yo'lni bossam ishlamaydi, birni bossam ishlaydi. Bu yerda gradusliklari bor. Bu yerda bunday sizlarning komfortlaringiz uchun bunday ventilyator tarafi bor. Endi to'g'risi buni batafsil ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, akaxonmi, ukaxonmi o'z chiroyli tushuntirib beradi do'stlar. Buxoroga deysizmi, Samarqandga deysizmi, Bishkekka deysizmi, bexijolat chiroyli muomala qilsalaringiz, chiroyli muomala qilib sizlarga shunday jo'natib berishadi. Komfort taraflaridan aytib o'tadigan bo'lsam do'stlar, oldin bunaqa yeri yo'q edi. Hozir nega bor deydigan bo'lsalaringiz, buni men hozir bunday ko'taradigan bo'lsam, chaloq etib orqaga ketib qolmaydi do'stlar. Tepada bunday skromli va chiroyli bo'lib turadi do'stlar. Bu aqlli kacholimiz urg'ochisi emas, erkagi urg'ochisi ham bor ekan. Tabi noziklarga do'stlar, zakazlaringiz bo'yicha urg'ochisini ham qilib beradi, yoshrog'ini. Endi buni yosh kattaroq akamiz zakaz qilgani uchun erkagini zakaz qilgan, shuning uchun mahkam cho'tki bo'lib xizmatini qilib beradi. To'g'risi endi men yopib qo'ygan uchun ocha olmayman. Bu yerda oldin ruchkasi yo'q edi, komfort bo'lish uchun ruchkasini qilib qo'yish. Endi brendiga gap qo'yish mumkin emas. Buvayda titan sabzrang. Xullas, qo'ldan kelmagancha batafsil ma'lumotlar berib o'tdim. O'xshamagan bo'lsa like bosib o'tirishingiz bashi bir tiyin kerak emas. Yomon ko'rgan o'rtog'ingizga shunday jo'natib qo'ying. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Ustozim meni ko'rib bezib ketdi, yani gap bo'lishi mumkin emas.